Vatan uchun jonin bergan jigarlarim, hurlik uchun qonun bergan jigarlarim, xoinlarni itday quvgan jigarlarim, unutmaydi nomingizni ona vatan. Volidangiz farzandimdan roziman deb rizoligin aytar sizga shu ona yer. Ey Boburjon, ey Ulug'bek, ey Alisher, unutmaydi nomingizni ona vatan. Unutmaydi nomingizni ona vatan. Unutmaydi nomingizni ona vatan, ona vatan. Unutmaydi nomingizni ona vatan, ona Mana bugun ustozimiz marhum Faxriddin Tirkashevning yorqin xotirasiga bag'ishlangan xotira kechasi bo'lib o'tmoqda. Bugungi mana shu xotira kechamizga o'sha ustozimiz Faxriddin Tirkashevning tahsil olgan 56-umumta'lim maktabini a'zo o'quvchi yoshlari, ustozlari, qarindosh, yaqin qarindoshlari hamda ichki ishlar organlari, harbiy xizmatchilar, nuroniylar hamda mana shu keng jamoatchilik vakillari hamkorligida o'tkazilib kelayotgan tadbirda bugun ustozimiz Faxriddin Tirkashevning bosib o'tgan yo'llari hamda o'zi farzandlarini bugungi kunda oilasi haqida keng suhbat o'tkazildi. Ustozimiz Faxriddin Tirkashev vatan tinchligi, osoyishtalik yo'lida fidokorona xizmat olib borib, 2004-yilning 29-mart kuni mart sanasida o'sha terroristik oqim a'zolari ta'sirida portlovchi moddalar portlash natijasida vafot etib, o'sha yurtimiz tinchligi, osoyishtalik yo'lida o'zini bir jasoratini ko'rsatib, butun xalqimizga, yurtimizni mana shu himoyasi yo'lida xizmat qilgan ustozimiz Faxriddin Tirkashevning xotirasi mangu qalblarda yashaydi deb o'ylayman.